Maduro Manhattan federal sudiga olib borildi. Assalomu alaykum, qadrli muxlis. Amerika Qo'shma Shtatlari kuchlari tomonidan qo'lga olingan Venesuela prezidenti Nikolas Maduro Bearcat mashinasi va vertolyot yordamida Manhattan federal sudiga yetkazildi. Bu haqida News nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, Maduro kecha 5-yanvar kuni New York vaqti bilan 12:00 da dastlabki sud majlisida ishtirok etadi va sudya 11 oldida 4 bandli ayblovlar bilan sud qilinadi. Xabarda aytilishicha, Venesuela rahbari mashinaga chiqishda ham yordam olgan, hatto unga vertolyotga ko'tarilish uchun ham yordam kerak bo'lgan. Maduro va uning rafiqasi odatda qamoqqa olingan shaxslarga kiydiriladigan jigarrang kombinezon kiygan holda ko'rinish bergan. Ular hozirda narkotik kontrabandasi va boshqa jinoyatlar bo'yicha ayblanmoqda. Biroq ko'plab davlatlar AQShning ushbu harakatlarini qoralamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi bugun Kolumbiya tomonidan chiqarilgan Maduroning hibsga olinishiga bag'ishlangan favqulodda yig'ilishini o'tkazdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bayonotida Guterresning Venesueladagi so'nggi keskinlashuvdan chuqur xavotirda ekanligi aytilgan va AQShning harakatlari xavfli hodisa yaratishini bildirgan. Shuningdek, Maduroni qo'llab-quvvatlash uchun Venesuela fuqarolari ham ko'chalarga chiqmoqda. Ular dam olish kunlari shahar bo'ylab namoyishlar o'tkazgan. Maduro mamlakatdan olib chiqib ketilgan harbiy operatsiyadan so'ng Donald Trump AQSh Venesuelani kamida vaqtincha boshqarishni va uning ulkan neft zaxirasini boshqa davlatlarga sotishni rejalashtirayotganini aytib o'tgan. Bu harakat hozirda 2003-yil Iroqni bosib olishdan keyingi eng keng qamrovli AQSh rejimi o'zgartirish amaliyoti sifatida baholanmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq New York meri Zohran Mamdani AQSh tomonidan Venesuela yetakchisi Nikolas Maduroning qo'lga olinishi bo'yicha o'tkazilgan operatsiyani urush harakati va xalqaro hamda federal qonunlarning buzilishi sifatida baholagan edi. Qadrli muxlis, videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'yib, kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Bizni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling.